Assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari. Oltinsoy tumanida umumta'lim maktablarida 2025-2026 yil o'quv yilida amalga oshirilgan ishlar va kelgusida amalga oshirish lozim bo'lgan vazifalar to'g'risida qisqacha axborot bersam. Oltinsoy tumanida jami 71 ta umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, jami o'quvchilar soni 36082 nafarni tashkil etib, bu yil 2026 yil o'quv yilida 9-sinflar 3082 nafar, 11-sinflar 7612 nafar o'quvchilar maktabni tamomladi. Shu o'rinda 2026 yil o'quv yilida Oltinsoy tumanida 49 nafar o'quvchilarimiz oltin medal bilan, 3 nafar kumush medal bilan tugatdi. Tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktabda o'qituvchilar 2024-2025 o'quv yilida jami 3865 nafarni tashkil etib, shundan oliy toifali o'qituvchilar 296 nafarni, birinchi toifali o'qituvchilar 580 nafarni, ikkinchi toifali o'qituvchilar 831 nafar, mutaxassis o'qituvchilar 1271 nafarni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich bu yil 2026 yil o'quv yilida juda yaxshi natija erishildi. O'qituvchilarda sifat tarkibi, toifa darajalari ko'tarildi. Jumladan 2025-2026 o'quv yiliga kelib jami o'qituvchilar 3961 nafarni tashkil etib, oliy toifali o'qituvchilar soni 333 nafarga, birinchi toifali o'qituvchilar 648 nafarni, ikkinchi toifali o'qituvchilar 983 nafarni tashkil qildi. Shu jumladan Oltinsoy tumanidagi umumta'lim maktab o'quvchilar o'rtasida sertifikatlar olish darajasi ham o'tgan yilga nisbatan juda yaxshi natija erishildi. Jumladan umumta'lim maktab o'qituvchilar sertifikatlari 2025 o'quv yilida o'quvchilardan jami 821 ta sertifikat olingan bo'lsa, bu yilgi o'quv yilida 2025-2026 o'quv yilida jami sertifikatlar soni 1200 tani tashkil etdi. O'qituvchilar tomonidan sertifikatlar olish natijasi bu yilga kelib 2 barobarga oshdi. Jumladan o'tgan yil o'quv yilida 680 tani tashkil etgan bo'lsa, bu yilga kelib 2025-2026 yil o'quv yilida 1160 tani tashkil etdi. Bundan tashqari 2026 yilda ijtimoiy soha obyektlaridan 9 ta obyekt davlat dasturiga tushib, bugungi kunda qurilishlar bajarilyapti. Buning ichida maktablar hamda bog'chalar tashkil qiladi.